Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Avvalambor mana bugun yana bir video olishga harakat qildim. Bugun Turkiya Istanbul shahridan yo'lakay kelayotgan edim. Shu birdamizga video olib sizlar bilan bir qisqa bir suhbatni yozib oldim yo'lakay. O'shani e'tiborlaringizga havola qilaman. Avvalambor o'zlaringizga barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda Turkiyada yo'lakay mana shu videolarni oldim. Mana ko'chalarda mashinalar, yo'llar, atroflar va chiroyli manzaralarda, chiroyli tabiatlarda bir xil odam ko'rib bahri ochiladigan Turkiyani qanaqa ko'chalari bor ekan, Turkiyani Istanbullari qanaqa yo'llari bor ekan deganlar uchun mana albatta sizlarning e'tiborlaringizga havola qildim. Albatta tomosha qilasizlar, o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar va yanayam qiziqarli bo'lgan videolarni e'tiborlaringizga havola qilib boramiz. Bilasizlar, xabaringiz bor. Har galgi qiziqarli videolarni qo'yib boryapmiz. Hurmatli obunachilar, shu kunlarda ba'zi akalarimiz mana kommentariyada yozgan ekan, kecha bir tanish bir akamiz xabar qoldirgan ekan, bir qiziq savol tushgan. Shunga ham to'xtalib o'tmoqchi edim. Ko'pchilik hozirgi paytda mana shu YouTube masalasi bo'yicha ham bir to'xtalib o'tmoqchi edim. YouTube'ga ko'pchilik aldanib qolyapti. Ko'pchilik mana bu kurslarga o'qiymiz deb kurslarga o'qib hech narsasiz bo'lib aldanib qoladiganlar ham ko'p bo'lyapti. Shuning uchun hurmatli obunachilarimiz, hurmatli do'stlar, bitta narsani esingizdan chiqarmangizlar. YouTube sohasida izlansangiz har qanday yo'nalishda ham YouTube'da bepul darsliklar juda ham ko'p. Ko'pchilik darslik sotib olyapmiz deyapti-yu, lekin o'zi puliga kuyib qolib, to'liq o'zi ham bilmagan holda tushib qolyapti. Mana shu YouTube pul to'laydimi degan savollaringizga bugun bir javob ham berib ketaman. Mana shu videom davomida. Albatta YouTube pul to'laydi. YouTube pul to'laydi, lekin hozirgi paytda o'zbek youtuberlariga pul to'lamaydi. O'zbekcha YouTube'ga pul to'lamaydi-yu, lekin chet til kontent qilsangiz, ingliz tilida kontent qilsangiz yaxshi pul to'laydi. Unda mana Amerika, Germaniya, Braziliya, boshqa davlatlar ko'rsa pul to'laydi. Hindiston biroz kam to'lashi mumkin, Bangladesh biroz kam to'lashi mumkin, lekin boshqa davlatlar, Yevropa davlatlari yaxshi pul to'laydi YouTube'ga. Shuning uchun hurmatli obunachilarimiz, bu narsani aytishimdan maqsad sizlarni mana shu YouTube'ga kirib ko'pchiliklarni ko'ryapmiz. Kompyuter sotib olyapti. Juda katta xarajat qilib kompyuter sotib olyapti. Juda katta xarajatlar qilyapti va oqibatda YouTube'ga o'qiyapti. Necha pullarga kursini sotib o'qiyapti va bilimga ega bo'lmasdan turib YouTube'da unutib tashlab chiqib ketyapti va o'sha 20 million, 30 million pulni havoga uchirib ketyapti ko'pchilik. E'tibor qilyapman, bu narsa hozirgi paytda juda ko'payib boryapti. Hurmatli obunachilarimiz, bir narsani esingizdan chiqmasin. YouTube albatta pul to'laydi, lekin siz mana hozirgi paytda eng zo'r odamlar fikriga qiziq bo'ladigan narsa mana hozir sun'iy intellekt chiqib ketdi. Sun'iy intellekt mana ChatGPT, hech bo'lmaganda ChatGPTni o'rganib ko'pdan ko'p savollaringizga javob olsangiz bo'ladi. Nimanidir bilmasangiz undan so'rasangiz javob olsangiz bo'ladi. Shuning uchun hurmatli obunachilarimiz, bu bir narsani esingizdan chiqarmang. Ko'pchilik aytishadi, YouTube pul to'laydimi, to'lamaydimi? Unday yo'q, albatta to'laydi. Mana hozir zamonlarimiz o'zgarib ketyapti. Mana sun'iy intellektni o'rganingizlar. Sun'iy intellektni hech kim qilmaydigan xayolarni olib chiqingizlar. Juda chiroyli, juda qiziqarli videolar qilib chiqsalaringiz, kontentlarni
albatta ko'pchilikni ko'ngliga, diliga manzur bo'ladi. Qancha chiroyli, qancha qiziqarli videolar qilingizlar. Mana hozirgi paytda zamonlar o'zgarib ketib, odamlar uyda o'tirib ham internet orqali pul ishlasa bo'ladi. Uyam bo'lsa mana shu YouTube'dan-da, to'g'ri YouTube'dan pul ishlasa bo'ladi, lekin buni YouTube'dan pul ishladim degani kursini sotib oldim degani emas. Lekin kursini sotib olsangiz ham, sotib olmasangiz ham YouTube'dan albatta o'zingiz qo'lingizdan kelgancha harakat qilib izlansangiz albatta harakat qilsa bo'ladi. Shuning uchun hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilarimiz, avvalambor yana bir narsani aytgan bo'lar edimku, muammolarga man YouTube'da o'rganaman deb katta bir mablag'ni xarajat qilib, keyin oxirida plyusga kuyib qolman degan ma'noda bu narsani eslatib o'tyapman. YouTube pul to'laydimi degan savollaringizga man albatta javob tariqasida yana to'xtalib o'taman. O'zbek auditoriyasini o'zbekcha YouTube kanal yurg'izsam bo'ladimi? Mana siz o'zbek kanal yurg'izyapsiz deganlar uchun albatta o'zbekcha kontent yurg'izsa bo'ladi. O'zbek kontentda bilasizlar, ko'pchilik hozirgi paytda tashqi reklamadan pul topsa bo'ladi. Tashqi reklamada hozir O'zbekiston sharoitida juda ko'p zavodlar, fabrikalar, avtosalonlar va supermarketlar va hokazo, telefon magazinlar, masalan mashinalar, umuman hammasi, televizorlar, o'sha magazinlar hammasi reklamaga juda ham muhtoj. Reklama uchun YouTube kanalingizda rivojlangan 100 mingtaga yaqin obunachingiz bo'lishi kerak. Shuni hisobidan tashqi reklamadan pul topsangiz bo'ladi. Shuning uchun hurmatli obunachilarimiz, bir narsani sizlarga mana shu videom orqali o'z fikrimni aytyapman. Kim qanday tushunadi, qanday fikrlaydi, qanday o'ylaydi bilmadim. O'zbek auditoriyada tashqi reklamadan pul topsa bo'ladi. Unda ham tashqi reklamadan pul topsa bo'ladi. YouTube'da o'zidan ham pul topsa bo'ladimi degan savolga ha, albatta bo'ladi. Lekin unda ham O'zbekiston sharoitida, O'zbekiston o'zida videolaringiz ko'riladigan bo'lsa, YouTube pul to'lamaydi. Boydiyu tashqaridan mana bu Turkiya, boshqa davlatlar ko'radigan bo'lsa, o'shalar pul to'laydi YouTube'ga. Shuning hisobidan o'zbek auditoriyani shu tomonlarni hisobga olgan holda video qilsangiz bo'ladi. Chet el kontentni ham sizlar uchun tushuntirib o'tdim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.